ayollar iloji boricha shu eriga ko'proq uni yaxshi ko'rishini, undan boshqa hech kim yoqtirmasligini, iloji bo'lsa har kuni bo'lmasa ham haftada 2 marta aytib turish kerak edi. Demak, erkaklarga ularni maqtash juda ham yoqadi. Erkaklarga faqat maqtash yoqadi. Всё, так, qoida. Nomer 1. Qoida nomer 1. Eringlarni doim maqtanglar. Har kuni maqtaymiz, qarasha. Nima o'ylayman, faqat qilgan ishi uchun-da endi. Prosta tak emas. Yo'q, bunaqa holatda prostak emas. Ya'ni undagi muammo bor-ku, mana oiladagi muammo erkakni sleshkim rashkchiligi. Ayol kishi chiroyli. Uni qo'yni xotirjam qilish uchun. Qo'yni xotirjam qilish uchun Men ish qilgan uchun yoningizdaman, emas. men uchun siz eng yaxshisiz. Qo'yingiz xotirjamsiz. Menga bir teng uli. Tushundim. Menga chiroyli erkaklar yoqmaydi, menga siz yoqasiz deyish kerak. To'g'risi. Masalan, go'dalik bo'lmasa, masalan, Menga DiKaprio umuman yoqmaydi. Menga ha. Masalan, go'dalik bo'lsa, chiroyli emas-da, masalan, qop-qora, lekin go'dalik. Menga faqat kachoklar yoqadi deyish kerak. O'zi yoqmasa ham unga. Aha. Chunki eri-ku endi uni hurmat qilish kerak. Oila, bitta farzandlar bor. U sevgi muhabbat shunaqa bo'ladi.